Endi savol. SMM menejer o'zi nima ish qiladi? SMMda nima ishlar bor? Kimda javob bor? Zo'r. Ajoyib. Demak, do'stlar, o'zim javob berib o'taman. SMM menejerning vazifalari birinchi o'rinda tadqiqot. Ya'ni o'rganish kerak. Mana shu mahsulotni o'rganish kerak. Mahsulot bozorini o'rganish kerak. Raqobatchilarni o'rganish kerak. Iste'molchilarni o'rganish kerak. Mahsulotni o'rganganda mahsulot o'zi qulaymi? Mahsulot o'zi, masalan, qadoqda bo'lsa yaxshimi? U mahsulot xizmat bo'ladigan bo'lsa, masalan, yaxshi xizmatmi? Uni kuchli tomonlarimi, kuchsiz tomonlari nima? Va raqobatchilarimiz qanday? Mana shu mahsulotni xuddi bizga o'xshab sotadigan bevosita va bilvosita raqobatchilarimiz kimlar? Tasavvur qilaylik, siz pomidor sotyapsiz. Azamatning pomidorlari. Endi siz bilan birgalikda qo'shningiz Shermuhammad ham pomidor ishlab chiqaryapti. Endi savol, kelayotgan iste'molchida tanlov paydo bo'lyapti. Qaysi pomidorni xarid qiling? Ko'pchilik tanlovda ustiga qaraydi. Kimniki upakovkasi zo'r. Agar upakovkada bo'lsa yoki kimniki masalan o'sha artib qo'ygan, yaltirab turibdi. Kimniki masalan yashiklari bor. Kimni servisi yaxshiroq. Mana shunaqa solishtirish paydo bo'ldi. Va siz ham mana shu produktni tahlil qilayotganda, raqobatchilarni tahlil qilayotganda, raqobatchilardan qanaqa kuchli tomonlarimiz bor, kuchsiz tomonlarimiz bor, qanaqa bizni imkoniyatlarimiz bor, qanaqa xavflarimiz bor. SWOT tahlil qilasiz. Mana shu tahlil qilasiz. Mana shu tahlildan kelib chiqib turib, xulosalar olasiz. Mana shu brend bo'yicha. Endi keyingi ishimiz, biz iste'molchini tadqiqot qilamiz. Ya'ni iste'molchilar tadqiqotini qilamiz. Buni kastev deyiladi marketing tilida. Ya'ni iste'molchilarimiz o'zi nimani xohlayapti, nimani sotib olmoqchi, bizni berayotgan pomidorimiz ularga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Mana shu narsani ham bilib olishimiz kerak. Siz ananas xohlayotgan insonga banan tutqazib, bananni sotmoqchi bo'lsangiz, u sota olmaydi. Sotuv uchun birinchi o'rinda og'riq bo'lish kerak. Ikkinchi o'rinda uni puli bo'lish kerak. Mana shu og'rig'ini hal qila olishlik uchun. Tasavvur qiling, kiloli sotib oladigan doim, masalan, mana shu pomidorni kiloli sotib oladigan insonga siz maxsus Angliyada yetishtirilgan, eng qimmat parniklarda yetishtirilgan, eng zo'r sharoitlarda qilingan, eng zo'r distributsiyalar qilingan va alohida upakovka qilingan maxsus oshpazlar uchun faqatgina eng oliy taomlarga qo'shiladigan maxsus upakovkadagi narsani sota olasizmi desa, yo'q, sota olmaydi. Sota olmaysiz. Chunki unga kerak emas u narsa. Uni nima qiladi? Uni xohishi nima desa, shu 1 kilo pomidor olish, uyga borish, osh bilan birga achchiq cho'qib yeyish. Unga siz eng shohona narsani sota olmaysiz. Chunki uni birinchidan puli yo'q, ikkinchidan unaqa ehtiyoji yo'q. Mayli sotishingiz mumkin, kimgadir sotasiz deb turib, boshqa qilib turib aldab sotishingiz mumkin, lekin bu o'sha boshqa maqsad. Shuning uchun iste'molchilarni ko'proq o'rganamiz. Og'riqlari nima? Nimani xohlayapti? U xohlayotgan narsa qanaqa bo'lish kerak? Bizni berayotgan qiymatimiz unga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Shu narsalarni o'rganiladi va hammasidan kelib chiqib turib, endi strategiyaga o'tiriladi. Xo'p, endi nima qilamiz? Mana shu iste'molchilarimiz kimligini bilib oldik. Bizni biznesimiz nimaligini bilib oldik. Mana shu biznesimiz borligini, mana shu iste'molchilar aynan bizdan xarid qilishlarini qaysi yo'l bilan aytamiz? Mana shuni auditoriyaga qanaqa yetkazamiz? Shu narsaga biza javob topishimiz kerak. Tasavvur qiling. Boyagi misolga qaytamiz. Pomidor. Biz pomidor sotishimiz kerak. Yoki o'quv markazimiz ingliz tilini sotishimiz kerak. Ko'chaga chiqib turib ingliz tili desangiz, boyagi aytganimizdek, masalan, metroni atrofida qilsangiz ham, metroga tushib chiqadigan insonlarning auditoriyasi ko'p. Lekin uyda o'tirib turgan, maktabdan u yog'iga chiqa olmaydigan boshqa auditoriyalar yoki uyda o'tiradigan ota-onalar farzandini bermoqchi bo'lsa, ular qayerdan ko'radi? Savol. Hamma ijtimoiy tarmoqda bo'lganda, ijtimoiy tarmoqda. Endi savol. Xo'p, ingliz tili o'quv markazi ingliz tilini reklama qilish kerak. Odamlarga yetkazish kerak ingliz tilini. Qanaqa yo'llardan foydalanamiz? Ya'ni bizga kerakli auditoriya qaysi ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq o'tiradi? Birinchi shu savolga javob beriladi. Qaysi desa Instagram. Yoshlarning hammasi Instagramda va ingliz tiliga ehtiyoj bo'lgan insonlarning ko'pchiligi Instagramda. Endi nima qilamiz?
kontent rejaga o'tamiz. Deylik, ular YouTube'da ham bo'lishi mumkin. Xo'p, YouTube'ga alohida o'tiramiz kontent reja uchun. Ular Telegramda bormi desa, da, Telegramda ham bor. Telegramga ham qilamiz. Hammasiga bir xil strategiya qilamizmi desa, yo'q. Nega desa, Instagramda o'tiradigan auditoriya boshqa psixologiyada ishlaydi. YouTube'da o'tiradigan insonlar boshqacha psixologiyada o'ylaydi. Telegramdagi o'tiradigan insonlarning maqsadi boshqacha. Mana shu maqsadlar, mana shu ijtimoiy tarmoqlarni o'ziga xosliklaridan foydalanib turib, SMM menejer strategiya qiladi. Instagramga mana bunaqa kontent qilamiz. O'zbekcha har kunlik ishlatadigan atamalarimizni xuddi inglizchada aytib beramiz. Atamalarimiz yaqin bo'lganligi uchun o'zlariga bu yoqda inglizchani ham o'rganishlari oson bo'ladi deydi. Masalan, rahmat, assalomu alaykum, keling o'tiring, mehmonga borganda yoki mana bu nech pul, inglizcha qanaqa bo'ladi masalan. Xuddi shunaqa farqlash kontent masalan. YouTube'da nima uchun o'tiradi odamlar? Masalan, ingliz tilini qanaqa qilib 6 oyda o'rgansa bo'ladi. Tayyor sizga roadmap. Ya'ni qanday o'rganishni xohlaydigan insonlar YouTube'da o'tiradi ular. Yoki ingliz tilini practice qanday qilish. Speakingdan qanday qilib 8 olish. 8 olgan speakerni bizga speakingga. Telegramda nima uchun o'tirishadi desa, Telegramda asosan matnli ko'rinishda xabarlar o'qishadi odamlar va Telegramda saqlash kuchli. Demak, Telegramga manbalarni tashlash kerak va Telegramda iloji boricha qimmatli ma'lumotlar bilan ishlash kerak. Mana shunaqa strategiya qilinadi. Har bitta ijtimoiy tarmoqning o'zining strategiyasi va auditoriyasidan kelib chiqib turgan o'zining yo'nalishlari bor. Shularni SMM menejer hisobga olib, kontent planga o'tiradi. Kontent plandan keyin u kontent realizatsiyaga o'tadi. Ya'ni masalan, Instagram bo'ladigan bo'lsa, demak Reels chiqarish kerakmi? Reelsga nimalar kerak deydigan bo'lsak, Reelsga videograf kerak, Reelsga content maker kerak, Reelsga brand face kerak. Reelsga bundan tashqari videograf kerak, montajyor kerak, motionchi kerak bo'lsa, dizayner kerak unga cover qilmoqchi bo'lsa. Shulardan kelib chiqib turib, endi SMM menejer jamoa boshqaradi. Hamma ishni jamoaga qildiradi, boshqa qiladi, keyin tayyor kontentni tarmoqqa yuklaydi va natijasini tahlil qiladi. Yedimi, yemadimi? Yegan bo'lsa, shu kontentni ko'paytiradi, yemagan bo'lsa, nima yemadi tahlil qiladi. Va sekin o'z ustida ishlab, sekin-sekin 1-2 oyda zo'r natija qilib berishni boshlaydi. Bozorda SMM har xil turlarga bo'linib ketgan. SMMni har bitta yo'nalishi alohida fan bo'lib ketdi bugungi kunda. Oldin SMM menejer o'zi dizayn qilgan, o'zi maqolasini yozgan, o'zi targetini yoqqan, biznes egasidan o'zi gap eshitgan, o'zi sotuv qilgan kerak bo'lsa gaplashib turib, o'zi community manager bo'lib turib hammaga javob bergan, o'zi kerak bo'lsa kartasini tashab to'lovini yechib olgan odamlarni. Hozir boshqacha. Hozir SMM menejer faqat jamoa boshqaradi. Content marketing, content making alohida soha bo'lib ketdi. Community management alohida soha bo'lib ketdi. Targeting alohida soha bo'lib ketdi. Biznesmenlar endi tushunib yetdi, dizaynni SMM menejer emas, dizayner qilish kerakligini. Xuddi shunaqa hozir har bitta soha vakili o'zini mutaxassisligiga ega bo'ldi. Content marketing bugungi kunda SMM asosi bo'lib qoldi. Ya'ni nima content qilyapsiz? Qaysi content odamlarga yoqyapti? Nima content qilsangiz, odamlar uni ko'proq ulashyapti, ko'proq like bosyapti, ko'proq izoh yozyapti. Content marketing mutaxassisi mana shu narsani kun bo'yi o'ylab o'tirib, ssenariy tuzib, uni realizatsiya qilib, yuklab turib, tahlil qilib turib, yana keyingi qadamlarga o'tyapti. Va biznesda har xil maqsadlarni bajaryapti. Masalan, auditoriya yig'ish. Ko'rsanglar, o'sha content marketing mutaxassislari reklama qiladi o'zi. Mana buncha obunachi olib kirdim, mana buncha obunachidan mana buncha sotuv qildik deb turib. Alohida auditoriya yig'ib beradigan content marketing mutaxassislari bor. Alohida sotuvga ishlab beradigan, lead generatsiya qilib beradigan content makerlar bor. Va alohida kreativ ssenariy yozib turib, o'sha kreativ roliklar ishlab beradigan content makerlar bor bugungi kunda. Community management alohida soha bo'lib ketdi bugungi kunda. Odamlar ijtimoiy tarmoqqa izoh o'qigani yoki izoh yozgani kiryapti. Ijtimoiy tarmoqlarda qancha ko'p izoh yozdira olsangiz, kontentingiz shuncha uchyapti. Falonchi bloger menga ham yozib qolarmikin degan videoni o'zi rekka chiqib ketyapti. Blogerlar yozyapti sekin. Mana adam menga
podpiska tashlaganlar, yomon so'zlarni kommentariyada yozib o'tirmanglar deb alohida yozilgan videolar alohida rekka chiqib ketyapti. Ya'ni odamlar o'ylayapti, qanaqa qilib odamlarni izoh yozdirsam bo'ladi deb. Izoh yozish ham san'at bo'lib qoldi bugungi kunda. Katta brendlar boshqa reelslarga o'tib turib, mana shu reels ularga mos keladigan bo'lsa, o'zlarini o'sha yerda tanitishni boshlashdi. Ya'ni auditoriya qayerda bo'lsa, o'sha auditoriyaga yurishni boshlashdi. Hattoki eng zo'r izoh yozish bo'yicha bir-biri bilan musobaqa qilishni boshlashdi. Misol, aviasales yoki uzum tezkor oladigan bo'lsak. Uzum tezkor hammani kommentiga alohida individual yondashib kommentariy yozadi. Masalan, mana shu videoni o'zini ham kesib, ijtimoiy o'sha reelsga yuklaydigan bo'lsangiz va uzum tezkordan yoki o'sha uzumdan biz komment kutamiz desangiz, sekin yozib turadi uzum ham kommentariyani. Odamlar uzumdan qanaqa javob olaman deb turib, ularni kontentini izohiga yozishyapti hozir. Juda qiziq sohaga aylanib ketdi. Alohida bitta mutaxassis yoki alohida bitta komanda ishlaydigan bo'lib ketdi hattoki. Odamlar brendini boshqa reelslarni izohida ham bo'lishini xohlab, alohida katta summalar berishni boshlashdi community menejerlarga. Chunki bugungi kunda biznes yoki eng yaxshi marketing bu sodiq mijozlarni yig'ish yoki sodiq bir communityning ustiga qurilayotganligi uchun bemalol biznesmenlar yaxshigina pul tikishyapti community managementga. Alohida startaplar chiqib ketyapti bugungi kunda community management uchun. Bu qanchalik mana shu SMM sohasi bizda yuqoriga chiqayotganligini belgisi.